Hasan aka mana shu yerda zo'r gapi bor. Situatsiya не меняется, меняется отношение deydi-ku. Har doim faqat muvaffaqiyat. Ya'ni siz buni ijobiy yoki salbiy qarashingizga plus minus bo'ladi-da. Lekin men uchun plus. Shu yoshingda aytganda, qoqilsang turganingda og'zingda asfalt bilan turgin deyishadi-da. Ya'ni bo'sh turma va lekin tur har doim. Qoqilishda ham bu bitta hikmat-da. Mana misol yaqinda yomg'ir yog'di, mana Ramazon paytida ketyapman. Endi meni mashinam ya'ni robot o'zi to'xtab qoldi. Oldidagi mashina to'xtadi, meniki to'xtadi. Orqamdan kelib ozgina urdi. Bu ko'ryapman, lekin menga orqamga Mercedes urgani yo'q deb, oddiy mashina. Chiqdim, qaradim, u endi oqarib qoldi u bola. Chunki u kelib BMWga soldi-da. Qaradim, bo'ldi, siqilma dedim. Anaqa ehtiyot bo'lib yurgan bo'ldi. Nimaga? Bu bola men molotok urganda, agarda panjangizni nima qilib olsangiz, molotok ni pri chom-da. Uni so'kib, urib tashlash foydasi yo'q. Bu bo'ldi, men bilan bo'ldi, meni hayotimda, meni atrofimda bo'ldi. U sababchi faqat kimdir. Men sразу bildim nimaga shunaqa bo'lganligini ichimda angladim. Allohga shukr dedim, ketdim dalsha. Yaxshi ham ozgina orqadan urilibdi. Bo'ldi, shumi dedim. Shu bo'lsa shukr dedim, ketdim. Bu yondashuv, qarashlik-da. Turib, siqilib, qaq ketyapsan, bu foydasi yo'q. Bu sizning hayotingiz bilan bo'ldi. Nima saboq olish kerak bundan? Muvaffaqiyatsiz deganda, muvaffaqiyatsiz bo'ldi, lekin 3-4 yildan keyin qarasangiz, agarda shu muvaffaqiyatsizlik bo'lmaganda, aytaylik muvaffaqiyat, tushkunlikka tushdingiz, minusga kirib ketdingiz, 5-10 kun qamaldingiz aytaylik. Lekin mana shu bo'lmaganda, undan keyin mana ustozlar bo'larmidi? Yo'q. Mana misol Moskvaga borib, bu yerdan qochib, mana bunaqa bilimlarni olarmidim? Yo'q. Undan keyin Toshkentga kelib bular bo'larmidim? Yo'q. Bitta minusni tagida 10 ta plus bor. Lekin uni ko'rish uchun odam shukrona bo'lish kerak. Noshukr bo'lsangiz, faqat shu minusda fokusingiz bo'ladi-da, siqilib yuraverasiz. Lekin bu minus emas, sizni boshqa cho'qqilarga tayyorlaydigan trenirovka. Trenirovkada oson bo'lmaydi-ku odam. Masalan, sport bilan shug'ullanganda biladi, necha marta kalta yeysiz. Bitta ikkita marta sizga priyon ko'rsatganimdan bo'lmaydi-ku. Siz 10 marta yeganingizdan keyin ichki aha deb anaqa bo'ladi odamda, nega? Refleks bo'ladi bunga qarshi. Xuddi shunaqa hayotda sizga yaxshi ko'rar ekan, shunaqa bir trenirovka, shunaqa bir yangi skills, stressoustoychivost, boshqa narsa, boshqacha qarash. Shuning uchun men minuslarga har doim shukr etaman. Aha, mana bo'lmaganda, mana 4 ta narsa bo'lmas ekan. Hamma narsa balansga yig'iladi. Plus bilan minusini biznesda balans chiqadi-ku. Odamning hayoti ham balans yuzga bo'ladi. Lekin sizni qarashingiz nima? Siz iflosni qidirib yurasizmi hayotingizda? Anaqa musorda yoki nimaga intilasiz yoki faqat shu bir yana bir qaytamiz. Men ko'p shu sufiylarning hikmatidan olaman. Turmada o'tirganda ikkitasi nimadan jirkadan qarayotganda, bittasi shu suv to'plangan lujaga qarasa, iflosga qarayar ekan, ikkinchisi unda oyna anaqasiga qarab maza qilar ekan. Maza qilish kerak. Shunga anaqa bir uzoqroq bo'lsa ham tahlil qilib beryapman. Muvaffaqiyatsizlik bu faqat sizning qarashingiz.